Mana shu safarimiz davomida bir ajib voqea bo'ldi-da. Qarang. Bir qori yigit biz bilan rosa ko'rishgisi kelib, onalaridan so'rabdi. Onajon, meni olib boring, men bir ko'rishay shu inson bilan desa, haligi onalar endi biz uzoqroq qarindoshimiz. Aytiblarki, u insonning ishi ko'p. Bolam sen bilan ko'risha olmay qolsa xafa bo'lib qolasan, qalbing og'rib qoladi deb tashlab ketibdilar. Va biz safarimizdan qaytadigan bo'ldikda haligi ayolni biz o'tirg'izdik mashinamizga va aytdiki, yo'l-yo'lakay tashlab ketamiz. Va so'radik, o'sha manzilga yetib kelganiga uyingiz qayoqda desam, o'sha sal nariroqda dedi. Ay, yuring tashlab qo'yamiz dedi. Haligi ayol ishonmayapti-da va uyiga telefon qilib aytibdi. Xo'jayinlarga telefon qilib, bolangiz kecha rosa xohlagan edi shu inson bilan. Olib bormagandim. Qarang niyatining xolisligini. Shu insonni o'z oyoqlari bilan borib turibdi hozir. Biz uyimizga kelmoqda. Qarang niyatni ajibligini-da. Bu nima demoqchiman? Albatta inson niyatni xolis qilsa, albatta amalga oshadi. Shu narsani yana bir bor isboti kechagi safarimizda bo'ldi-da.